26 fevral kuni Baxmal tuman axborot kutubxona markazida 81-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi bilan hamkorlikda Kitobxonlar klubi a'zolari ishtirokida Kitobim, Oftobim nomli ma'naviy-ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Mazkur tadbir yosh avlod qalbida kitobga muhabbat uyg'otish, mutolaa madaniyatini oshirish hamda ularni ezgu fazilatlar ruhida tarbiyalash maqsadida tashkil etildi. Tadbir davomida o'quvchilar tomonidan kitob va bilimni ulug'lovchi she'rlar, hikmatli so'zlar, sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Har bir chiqish kitobning inson hayotidagi beqiyos o'rni, uning qalblarni yorituvchi oftob misol nur sochishini yana bir bor namoyon etdi. Kitobxonlar klubi a'zolari o'zlari sevib mutolaa qilgan asarlar yuzasidan fikr-mulohazalar bildirishdi. Kitobning inson tafakkuri va dunyoqarashini boyitishdagi ahamiyati haqida samimiy suhbatlar olib borildi. Tadbir ko'tarinki ruhda o'tib, yoshlarning kitobga bo'lgan qiziqishini yanada oshirdi. Zero, kitob qalblarimizni yorituvchi oftob, tafakkurimizni charxlovchi bebaho xazinadir. Baxmal tuman axborot kutubxona markazi bundan buyon ham yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishga xizmat qiluvchi ana shunday mazmunli tadbirlarni tashkil etishda davom etadi.